qish g'amini yozda ye. Shu shior bilan saloni pomidor bodringlarni yopish jarayonini sizlarga ko'rsatib o'taman. Shaxsan men mana shu uslubda bankalarni yopaman. Bu uchun bizga kerak bo'ladi pomidor, bodring va men gilos bargi, xren, chesnok, qalampir, shivit quritilgan va patison solaman. Buxoroda buni patison deb aytishadi. Bilmadim qolgan viloyatlarda qanaqa nomlashadi. Patison, mana shu patisonni 4 bo'lakka bo'lib soldim va mana bodringlarni solib, ustidan pomidorni solib va qaynagan suv solamiz. Men pomidorlarni uchini olmayman, chunki bu bilan chiroyli ko'rinadi. Bodringni olaman, chunki ko'nglim to'lmaydi, o'tib qolishdan qo'rqaman. Pomidorlar esa chiroyli ko'rinadi tarelkalarda olgan paytimiz ham qish payti. Va qaynagan suv solib 3 marta to'kaman. 3 marta to'kib tashlayman. Mana hozir videoda ham ko'ramiz. 3 marta to'kib tashab, keyin esa lavroviy list 3 qoshiq 3 litrga 3 qoshiq katta osh qoshiq bilan tuz, 1,5 qoshiq shakar va mayda choy qoshiq bilan 3 qoshiq uksus solamiz va bankalarni yopamiz. Qishda esa oilamiz bilan mazza qilib yeymiz.